Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda shlipovka apparatlarimizdan mavjud. Hozir bu shlipovka apparatlarimizni sizlarga obzorini qilib, tushuntirib, tanishtirib o'taman akalar. Biotti hamda Ubbay kompaniyalariga tegishli shlipovka apparatlarimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shunday chamadonlarda keladi. O'zini pilisosini shlanglari chiqadi ichidan. Pilisosini qopchalari, garantiya qog'ozlari, salniklari, najdak qog'ozlari chiqadi ichidan. Keyin bunga pilos uzaytiradigan nasatkalari ham chiqadi. Bemalol tepalarni ham uzaytirib, bemalol qo'l yetmaydigan joylarda ishlatsalaring bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 800 vatt quvvatga ega bo'ladi motori. Bu shlipovka apparatimiz chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Tokka ishlaydigan apparatimizdan bo'ladi. Bemalol tekisliklarini tiniqlashtirib ko'rib ishlatsalaring bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma bersalaring bo'ladi yoki shu Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga kelib xarid qilsalaring ham bo'ladi. Manzil Qo'qon Malina svetoforini yonginasida joylashgan bo'ladi akalar. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin.